Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilmurod Uz YouTube kanalining obunachilari, hurmatli chorva ishqibozlari, akalar. Biz bugun bu videolarimizga ko'chat novvoslar, kichkina novvoslar dudolisi syomkalarni qilib o'tishga harakat qilamiz. Andijon viloyati Izboskan Cho'mi mol bozoriga yetib kelganmiz, akalar. Savdosi bo'lyapti mana shular dudolisi, akalar. Padishga qilib turasizlar, bittadan like bosib turasizlar. Biz videolarimizni boshladik, akalar. Sotildimi? Qanchaga? 7 millionga mi? Hurmatli obunachilar, oldi tomondan ko'rsatadi. 7 millionga akalar, bir bo'ylari 70-80 atrofga chiqadigan, nima 80 tepasi chiqadigan ko'chamiz sotildi, akalar mana. Aka chiqaveram beryapti odamlar nima turibdi dedi. 7 millionga akalar mana. Savdosi bo'lganidan akalar. Mayli aka, barakasini bersin. Bunisi qancha bo'lar aka? Qancha deyapsiz? 7 oldi. 96 ga beriladi. 96 ga beriladi. Shunaqa akalar, ma'lumot o'rnida ko'rib qo'yasizlar. Bo'ylari 90 santimetr atrofga chiqadigan akalar mana. Xo'p, biz davom etamiz akalar. Xo'lasa, dehqonlardan ham olishga harakat qilamiz. Bir chekadan akalar. Bularni kattalarni chiqardi akalar. Dilmurod Uz YouTube kanalida ko'rasizlar akalar. Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Dehqonchilikmi bu? Qanaqa? Dehqonchiligi necha pul deyapsiz bunga aka? 11,5. 11,5 million akalar. Kami bo'ladi xudo xolasa, bozordamiz. Bozor savdo qildimi aka? 9 million 600 akalar bozor narx beribdi akalar. 9 million 600. Bo'ylarini 1 metrga olaverasizlar akalar. Holatini qaranglar. Shuni o'lchayda qolganlar bir xil ekandi. Hurmatli obunachilar, bo'ylarni o'lchab qo'yamiz. 1 metrga yetib yetmaydigan 92 ekan. Bular ham shunaqa akalar. Hozirgi ham 95, 90 tepasi plyusdagi buqalarimizga akalar mana. Aka, sotilmay qolsa mabodo nomerlar qo'yib beramizmi aka? Yo'q, nomer. Shartmasa? Xo'p, mayli aka, savdoyingiz bersin. Hurmatli obunachilar, bular ham 90 ni tepasiga plyusga olaveradigan buqalarimiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, bo'ldi. Xo'p. 12 milliondan akalar. Bunisiga 11 million narx aytilyapti akalar. 11 million 200 ga beraman. 200 ming yo'q, 11 million beryapti. Ha, u 200 ming yo'q endi. Bu endi aytib ketgan. Qo'shsa beraman deyapti. Ha. 11 millionga akalar, ozmoz qo'shilsa beriladigan buqamiz ekan akalar. Bo'ylari mashinasi 1 metr ekan akalar. Mollar 90 ni tepasiga chiqadigan. Bunisini ham akalar 10 million narx ko'ryapti. Jupiga 21 akalar, qaranglar. Baqadigan buqalarimiz akalar. Dilmurod Uz. Xo'p akalar, bu tomonga ham o'tamiz akalar mana. Bularingiz qanchadan qo'yasiz uyiga? Bu hozir billami? Akalar. Endi Sirjonda bular ham. Mana qaranglar. Mana shu parodasi yaxshisidan ekan akalar mana. Holatini qaranglar. Qo'yasiz uyiga qanchadan deyapsiz mana shularni, kichkinalar? Bular to'g'risi 10 million 600 dan bermadim. 10 million 600 dan. Bir joyga so'rashdim. Bir joyga so'rashdimi? Bir joyga bitta odam 10 million 600 dan akalar, bir joyga so'ralibdi, berilmabdi akalar mana. Akamiz nomerlari bor. Dilmurod Uz YouTube kanaliga kirsanglar, postoyanni qo'yamiz akalar. Kelishamiz akalar. Mayli hojaga savdoyingiz bersin. Xo'p. Hormaylar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Akalar, hurmatli obunachilar, bo'ylari 1 metrga chiqadigan. Hozirgilarimiz bo'ylardan sal balandroq ekan. Oq tumshuq, oq qulog'idan. Bunisi unaqa emas ekan. Puli qanaqa ekan buni? 11 dan kami bor. 11 milliondan akalar, kami bo'ladi xudo xolasa bozordamiz. 11 milliondan kami bor buqalarimiz ekan. Bir yil yaxshi yetalasanglar xudo xolasa ancha katta bo'lib ketadigan buqalarimiz. Bozor savdo qildimi aka? Savdo qilyapti. Qanchaga da'vo berding ko'p? Bunisiga 9, bunisiga 9,5. Hurmatli obunachilar, bunisiga 9, narigisiga 9,5 million savdo ko'ribdi bozor. Xo'p, ozmoz qolibdi xudo xolasa aka. Bitadigan joy qolibdi. Dehqonchilikmi qanaqa bu aka? Tirikchilik? Tirikchiligiga mayli aka, savdoyingiz bersin.
qani biz navbatdagi novvosalarimizga keladigan bo'lsak. Hormaylar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xo'p. Novvoslarimiz akalar, bo'ylarini 1 metrga olarasizlar. Buni sal kattaroqqa o'xshayapti, yo'q? Bu ham 1 metr atrofga chiqadigan novvoslarimiz. Bir 5-6 oylik bor bular, xudo olsa aka. 5-6 oylik bormi? 5-6 oylik. Pullari qanaqa buni? Ikkalasi 9,5 dan beryapti. Qanchadan? 9,5 dan akalar, ikkalasiga savdosi bo'lyapti ekan, berilmadi. Siz qancha aytyapsiz shunda? Ha, 9 10 millionga akalar, 10 millionga oz-moz kami bor ekan akalar, mana qiziqqanlar. O'sha bitadigan joy qopti akalar. 9,5 da tepasiga oz-moz berilsa, akalar savdosi bitadi ekan akalar mana. Yeb ishlar yaxshimi aka? Bejolat aka. Mayli aka, savdoyingiz bersin aka. Xo'p. Qaranglar, shved buqamiz chiqib qopti akalar mana. Savdosi bo'lyaptimi buni? 8,5 million akalar, shved paroda ekan, qaranglar. 8,5 millionga davr. Oq tumshuq, oq quloqdan ekan akalar mana. Qaranglar. Necha oylik bu? 3 oylikdir aka. 3 oylik atrofda akalar. Endi moldan ajratganmizda. Ha, o'zingizlar aka, dehqonchilik qancha deyapsiz? Siz 10 million kami bor. 10 million. 10 million akalar kami bor ekan mana. 10 million kami bor, 3 oylik atrofda chiqib qoladigan buqamiz akalar. 10 million kami bor ekan akalar. Xo'p. Xo'p bo'lar. Akalar, navbatdagi novvoslarimiz akalar, qaranglar. Ha, bo'ldi aka. Xo'p. Bo'ylarini 1 metrdan oshiqqa olarasizlar akalar mana. Orqa korobkalari, holatlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Ma'lumotlarni xudo olsa qo'ldan kelgancha. Qanchadan bular aka? 12,5 milliondan akalar kami bo'ladi. Oq tumshug'i bormi buni ichida? Bor ekan akalar. Oq tumshuq, oq quloqlari bor ekan xudo olsa. Bozor savdo qildimi aka? Qanchaga davr berdi? Bir joyga so'rashdimi? 11,5 dan akalar, bir joyga savdosi bozor savdo beribdi akalar mana. Qaranglar. Bo'ylari 1 metrdan oshiq lekin 1.5 chiqadigan buqalarimiz. Dehqonchilik, tirikchilik. Tirikchiligi akalar mana uylarda shunaqa yosh ko'chat novvoslar bo'ladigan bo'lsa, pullarni solishtirib ola olasizlar akalar mana. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlarni yetkazib o'tishga harakat qilyapmiz akalar.